Добрый. Причина остановки. Причина остановки. Уже 5 километров это проверка. Только узбекские машины остановиться. Assalomu alaykum xonadonlar. Xudo xohlasa Buzlukka qarim yetib keladiganimda dam olgan edim. Dam olib endi yuryapman mana. Samarqanddan chiqib Orenburgga yetmasam Buzlukda dam olgandim. Buzlukka yetib kelib. Endi bu yoq Orenburgga qarab harakatlanaman. Xudo xohlasa. Zapakiya. Retro mashinalardan Zapakiya bor ekan, Volga bor ekan bu yerda. Yomg'ir endi bu yog'iga yo'shi kerak. Quyoshlar chiqyapti, Xudo xohlasa. Nima ekan bu chiqyapti ya. Har doimgidek ko'za sho'rvaga qarab keldim. Nima bu ekologiyani tutatishib changitishyapti. Shu joyda 284-kilometrda ko'za sho'rva qiladi. Shu joyda ozgina tamada qilib, jad bo'y berib, toychoqqa ham ozgina dam beramiz. Dam berib, keyin harakatlanaman, ozgina tamada qilaman, toychoqqa dam beraman. Shu bilan tamom. Bu joyda hamkasblarimiz salarga qo'yadi. Ayrimlari, hamma ham emas, lekin bu joyni Salavoyda Qarshuk sho'rpa deydi bular. Ko'za sho'rvasi zo'rda. Hamkasblarimiz 4 ta mashina shu joyda turibdi-ku. Joydan ovqatlanaman. Boy beraman mashinaga, shu bilan ketaman. Kafe quruq bilan suv to'chinaman. Xudo xohlasa mana tamadini ham qilib chiqdik. Adboy ham bo'ldi. Endi Xudo xohlasa bismillah. Yuraman. Lekin mana bulutlar pastga tushib olgan mana. Holat qaranglar. Shunaqangi chiroyliki, ko'z quvonadigan manzara. Orenburg. Chapga o'ngga Samara. Biz Orenburgga ketamiz endi. Aktubinskiy mashina ham bu joydan chiqdi. Orenburgga qarab yo'l ol deganda. Orenburgskiy oblast, rayon ekan oblast bo'ladi. Bulut shundoq tepamga tushib olibdi-ku. Bulutlar hammasi pastga qarab tushib kelyapti. Bu nima bo'lyapti ekan? Juda chiroyli ekan. Orenburgga ham ozgina qoldi, oz qoldi. Kirib kelyapti. Chegara tamom. Harakat. Xudo xohlasa. Sagarchin. Orenburgda обходной yurmasdan, to'g'ri o'tmasdan, transportnikdan, shunda svetofordan o'ngga yurib, o'rmon yoqalab kirib ketyapman endi. Orasidan chiqamiz, o'rtasidan. Bu joyda bitta joyda zapreshon bor. O zapreshonni chetlab o'tamiz. Shu bilan ketaman. Bu yo'lda diviziyani kam bo'lar edi oldin. 2 yil yog'ida, 1-2 yil yog'ida kam bo'lar edi, hozir вообще diviziyani ko'payib ketdi. Orenburg chapga 17 kilometr. Ilek tamojnisi bor. Shu tarafga 103 kilometr ekan. O'ngga. Men esa Orenburg tarafga 17 kilometr ekan. Orenburg shahargacha. Stop.
mana bo'lmasa Orenburgga ham kirib keldim deydi-yu. Orenburg. Endi bu joydan Afotboydan chiqib Dongus Rastomoshkaga kirmasdan to'g'ri o'tib, o'shani oldi bilan chiqib Soleletskiga qarab boradi endi. Soleletskidan chegara tomon shunaqa qilib ketiladi. Akaxonlar chapda turib o'yinda to'sadi, ya nima bo'lyapti bularga? Qarasiz. Doim shu ekanda nima bo'lyapti bularga? Nima sababdan to'sayapti tushunmadim. Добрый день. Добрый. Документ куда? Причина остановки. Что? Причина остановки. Причин, проверка документов. Еще причин нормально. Ну так. Только узбекский машина остановился. А куда деваться? Иностранный. İnostraniy mashinalardim işte bu. O'zlaricha ya. Bularga hayron qoladigan-da. Nima sababdan to'sding desa, proverka dokumenti. Texpasport bilan pravani ko'radi bo'ldi. Inostraniy deydi. O'zbek mashinani to'sasan sog'dansa. O'zlari gap topolmaydi-da bular. Indamasdan ularga pul berib ketaverish kerak shekilli. Savol bermay, javob bermasdan to'xtatishga yo'q, pasportga pulda tiqib berib, indamay ketaversak, shunisi yaxshi shekilli. Ay. Bunaqa berib ketaverish ham bo'lmaydi. Haqqimizni talab qilib olaylik. Shunda hammasi zo'r bo'ladi. Qachongacha yuramiz bularga pul berib? Hamma narsa kakbalojni bo'lsa, biz yukni o'g'irlab ketmayotib turgan bo'lsak, dokumentalni ketyapti turgan bo'lsak, hamma narsa joy-joyida bo'lsa, yana nima qilishimiz kerak? Bularni boqish bizning vazifamiz basu, bu o'zbek vaziyatlar do'ljin basu. Короче, shunday ehtiyot bo'lamiz, chotki akkuratniy yuramiz, dokumentalni. Shunda hech kim pretenziya qila olmaydi. Hammaga yo'q yo'ldagilarga. Alloh panohida bo'laylik. Nima bo'lyapti yana? Yana nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti bularga ey? Juda jonga tegdi-yu. Добрый. Старший инспектор ДПС водительское свидетельство о регистрации. Уже 5 километров это проверка. Только
O'zbekiston mashinasi остановился. Что везете? Напитки. ЦМР есть? Да. Тахограф что у нас? Работает. Работает? Да. Распечатка есть? А распечатки вот это, много распечатки уже. Проверяю. Да, я на сегодняшний есть. Еще? Сегодняшний есть? Какие? Что, резину поменяли? А? Резину поменяли? Да. Давай, шлепки. Давайте. Proverka qilaman deydi. Proverka qilaman deydi bular. Nimani proverka qilasan, O'sha aytganimdek o'zbek ko'rinsa bularga pul ko'ringandek bo'lar shekilli o'zbek nomerdagi mashinalarimiz. Adresda adashdik. Короче, boring. Salomatlik tilayman senga. Lekin normalniy. Solileyskiga ham kerak edi. 1754-bu. Добро пожаловать. Solileysk. Bu joyda ozgina bor hali sezonga. Tarvuz sezoni boshlanadi. Joy hozir ta'mirlash, qurilish ishlarini qilishyapti. Yaqin bir oydan keyin, 20 kun bir oydan keyin rosa tarvuz sezoni bo'ladi bu yerda ham. Mana bu joylarda, prilavkalarda Orenburg tarvuzlari juda shirin bo'ladi, lekin mesni bo'ladi. Ko'proq shu bizni o'zbek namanganlik akalar shu yerda dehqonchilik qiladi tarvuz sezonida. Solileyskdan chegaraga qarab yurganda ham ana shu yo'lda ikkala tarafida polyalarda ko'p ekiladi. Akalarga gap so'z yo'q. O'zbekistondan kelib shu musofirda dehqonchilik qilyapti turgan akalarga Alloh kuch-quvvat bersin ularga ham. Hamda qirqafkalar qilish yo'lda bo'yida sotishadi-da. Solileysk Alayxon kafesi. Endi poyezd yo'lda o'tib granitsaga qarab yuraman endi. Granitsada o'chirat. Qanday ekan O'zbekiston tarafga qarab yurish, Sagarchin, Qozog'istonga o'tish. Xudo xohlasa asta-sekinlik bilan o'tib olaman. Chegara tomon yurishda havoni qarang, Allohning bir mo'jizasida. Quyosh chiqib yotibdi, yomg'ir yog'gan. Hozir ham maydalab yog'ib turibdi mana. Lekin quyosh charaqlab chiqibdi. Allohim mehribonda, Allohim. Lekin juda chiroyli manzara. Maydalab yomg'ir yog'adi. Granitsaga o'chiritga qarab kelyapman endi. Примерно shu 4 kilometr atrofida deyishdi. Bilmadim. Hozir orqasiga qo'shilaychi, qancha bor ekan o'chiratlarimiz. Doim o'chirat. O'chiratni oxiri ikkinchi zigzagdan ekan. Ikkinchi qayrilmada. O'chiratni oxiri ekan. Mana shu joydan ekan. Keyin astalik bilan ko'rib boraveramiz endi o'chiratni. O'chirat ko'pdan ham ko'p, silishkim. Choq. Juda ko'p o'chirat. Xudo xohlasa endi o'tib olamiz.